Assalomu alaykum Tash Fasad kanalining obunachilari, aziz yurtdoshlar. Tash Fasadda yangiliklar bo'lyapti. Xudo xolasa ishlarimiz Xudoga shukr avjida ketyapti. Mana bugun biz xo'p, Davkamardani Oltinsoyda Davlatov Shomurod ma'lumimiz uyida biz hozir. Davlat Shomurod ma'lum o'g'illari Ilmurod aka ekan. Shu akamizni uylarini chiroyli qilib fasad qilib berdik. Mana Xudo xolasa ishlarni tugatib bolalar ishlagan, mehnat qilgan, balgaga kesilgan nimada sal chong bo'pti. Shularni juvib, tozalab, mana bugun obyektlarni jo'yapmiz Xudo xolasa. O'zlaringiz ko'rasizlar, bitta baho berasizlar. Xo'p, hali keyingi avtorlarda yana qo'yamiz bu uyning oldin qanday bo'lgan, hozir qanday holatga kelingan. Shularni ham sizlarga ko'rsatib boramiz. Kimlarga shunday fasadni plitalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizda 100 dan oshiq xillari bor. Bugungi kunga kelib eng yaxshi, eng zo'r, eng chidamli issiqqa, sovuqqa, boshqa pagodalardagi chidamli bo'lgan fasadlardan mana shunday traytinlar boshqa fasadlar ichida eng zo'ri deb qo'rqmasdan aytamiz. Chunki buni sababi ham bor. Sababi mana hozir traytin urilgan joylarda sho'rlab, o'zlaringiz bilasizlar, 5 kun qanday sho'rlab mana shunday tugilib ketgan traytinlar. Boshqa fasadlardan afzaliyatlari shundan iboratki, mana shunday tugilib ketayotgan joylarga asqotadi bu. O'zingiz ko'rasizlar, bitta fasadimizga baho berasizlar. Va YouTube'da ham ofitsial kanalimiz bor. Tash Fasad anglcha yozsalaringiz chiqib keladi. Ekranni shu balandga ham qo'yamiz. Kirib podpisatsiya qilasizlar, bitta like bosasizlar va sizlar uchun yangidan yangi videolar chiqaraveramiz Xudo xolasa. Bizda shu trend bo'lgan toshlarimiz oqqa, sariga qora ikki xil svetda bo'lyapti. Hozir zakarlarimiz pashtam shundan bo'lyapti. O'zlaringiz ko'rasizlar, mana keyin qanday chiroyli, ajoyib chiqqan. Juda chiroyli. Shaklari ham bir xil delinkada chiqqan, juda chiroyli. Xo'p. Sokollari ham barcha sokollardan 40-20. Kelasi videolarimizda yoki keyingi videolarimizda hozir bu uyda oldin qanday holatda bo'lgan, hozir qanday holatga kelganligini ham sizlarga ko'rsatib boramiz. Buni oldlarini ham bir ko'rib, bir chiroyli. Ko'p ajoyib, juda ajoyib chiqqan. Mana ko'rasizlar. Ko'rib turib baho berasizlar o'zlaringiz. Kimlarga burchakka kerak bo'lsa, fasadni plitalar kerak bo'lsa, bemalol ekranga nomerlar qoldiramiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Telefonlarimiz ishlaydi. Konsultatsiya xizmatdamiz. Mana hozir o'zi bitgan holatlari. Atkoslarimiz ham shu yevropeyskiy atkoslarda, buni juda samarali tashqi ko'rinmaydi. Akamiz uyini chiroyli qilib, go'zal holatda yozib berdik. Bu toshlardan bizda 100 dan oshiq xillari bor. Boshqa oq, qora, qizil hamma xil svetda klientimiz qanaqa svet xohlasa shunday svetlarni to'g'rilab beraveramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.